Qayerga kelib qoldik bilasanmi? Qayerga? Jarkent ota ziyoratgohiga keldik. Antena yo'q hali. Yo'q, bu antena yo'q. Marhaba. Assalomu alaykum. Shuncha yo'l yurib qo'ydik ham, bu yerdan ko'rinmayapti ham hattoki. O'sha uylar bor joydan ko'tarilgan edik. Hozir mana tepaga qarab ketamiz. Bu yoq bo'lsa pastlik. Videoda bu balandlik bilinmasligi mumkin, lekin ancha balandlikka chiqdik. Yo'llar bo'lsa yaxshi emas. Tushish qiyinroq bo'ladi nazarimda. Yo! Charchamadingmi o'rtoq? Zo'r. Oldin chiqqanmisizlar bu yoqda? Ikkinchi marta chiqdim. Молодец. Tepada nima bor ekan? Odam toshiydi. Odamga o'xshaydigan toshmi? Odamga o'xshamaydi. O'xshamaydimi? Chiqishlarga arzimaydi. Salkam cho'qqiga chiqib qoldik. Ko'rsatma hoji. Mana past tomondan ham ko'rsatgan. Mana qancha chiqqanimiz ham. O'sha Qizil tom. O'sha sanatoriy tomonlardan chiqdik. Shu oyoq Gapiryapti. titrashni boshlayapti, oyoq. Oyoq gapiryapti. Oyoq titrashni boshlayapti. Juda pastlik Juda bo'layotgan o'zingda. Juda ham issiq, Yaqinga kelmaymiz, zo'rolamiz. juda ham issiq, lekin bitta quvonarli narsa shamol, ya'ni shabada bor. Shu narsa xursand qildi. Yana bitta quvonarli narsa bor. Suvimiz bor. Suvimiz bor. Cho'qqiga ozgina qoldi. Mana endi haqiqiy mana toshlar. Alhamdulillah. Ancha tepalikka chiqib qoldik. Va bu tog' umuman tugamayapti. Oxiri yo'q ekan. Hozir ko'rinishdan xuddi o'sha joyda tugaydigandek ko'rinyapti, misol uchun o'sha tepalikda. Lekin u tepalikka chiqsangiz ham undan-da yana tepaliklar bor. Faqat pastdan ko'rinmayapti. Hozir ham ancha-muncha joydan chiqdik. Oyoq tegirmoqqa ahvoli Qalay bo'ldi? zo'r. Odam charchab qoldi ozgina. Xohlasang chiqamiz tepaga, davom ettirib qo'yamiz. Shu yerda men xohlamayman lekin. Sekin qaytib tushamiz endi, bo'ldi. Akamizning oyoqlari og'rib qoldi. Ha, bahonaman. Qiynalgan kim u bahonaman? Chiqamiz xohlasang tepaga. Ya, tushamiz. Shu tepalikdan tushishni boshladik, mana pastga qarab ketdik. Eng qizig'i yarimidan sal teparoq chiqqanda mana bu qo'y boqishar ekan. Uzumzorlar bor ekan, mevali daraxtlar bor ekan, gap. Bu yoqqa oldin o'rtoqlar bilan ham kelgan edik.
va qaytishda aynan o'sha qaytishda o'yin kulgi qilib, baqir chaqir qilib, u payt Nokia telefon tutilardi. Nokia edi, hali bunaqa iPhone'lar rivojlanmagan, iPhone yo'q edi ham почти, to'g'rimi? Nokia'ni ham anu zo'rlari hali hammada ham emas edi. Aynan o'sha vaqtda Nokia'da syomka qilgan edik, agar kompyuterda bo'lsa, uni ham qo'shib o'taman. Nokia N8. O'sha eng tepasiga chiqqan edik, o'sha eng tepasiga chiqqan edik. Hozir mana ikkinchi marta Chiqarib qoldik va chiqa olmadik. u birinchi chiqqan joyimizga chiqmadik-ku. Ну, 80% ga chiqdik lekin. Shu вообще zo'r bu. Yugurib Tormozni ishlamasa yomon ish. Yugur. Tormozingiz yaxshi bo'lishi kerak. Voy oyo. Master Chief bloq qiladi. Oyog'ini realni lekin. Royal Gardens'da hech kim yo'q, maza qildik bugun. Boshiga 200 ming ekan. Charchamadingizmi Mahmud xo'ja? Zo'r hammasi. Charchoqlar bo'lyapti endi ozgina bo'lsa ham. Tepalu pastlu deydi-ku. Tushganda charchoq bo'ladi, lekin basseyn zo'r ekan, haqiqatan basseyn hamma narsani yopib ketdi. Dam olgandek bo'ldik basseynda. Qissadan qissa shuki, Qissadan qissa. qissa ne deydi? Bugun yakshanba kuni juda ham odam ko'p ekan. Bochka tomonlar. Biz Zarkentda o'sha ma'lum bir cho'qqiga chiqdik. Undan u yoqqa chiqa olmadik. O'sha vaqt ham kuch ham salkam yetmadi desak bo'ladi. Va undan keyin Bochka tomondagi o'sha nima edi nom? Royal Gardens'ga keldik. Royal Gardens'ga kirdik. Bu qismi ko'ngil yozdi qismi bo'ldi. Basseynlari bor ekan. Endi baribir tushunasizlar, havo issiq, kun issiq, bir muzlab oldik, muzday suvga tushib va hozirda endi Toshkentga qaytib ketamiz. Videoni ko'rganlarga rahmat, like bosishni unutmanglar, oxirigacha ko'rganingiz uchun tashakkur.